Beshyog'och chorrahasi, mana bu Komsomol ozerasi, Komsomolskiy park bo'lardi. Bu mana Beshyog'och bozori. Aka, assalomu alaykum, yana bir marta. Shu joydan o'tsam nima miyamga keladi, bilasizmi? Sizning miyangizga nima keladi? Beshyog'och degan narsani eshitsangiz hayolingizga nima keladi? Mana bitta ilgari xleb zavod bo'lardi. Xleb zavodi orqasida nima bo'lardi, bilasizmi? Jumboxona bo'lardi. Voy, gap yo'q aka. Mana biz siz bilan mana ro'za kunlarida oldindan kelishganimiz yo'q. Alhamdulillah. Har safar Beshyog'ochdan o'tsam gummani eslayman. 3 yillik gummani. Shunaqa nostalgiya. Ha, o'sha parkning ichida katta sport zal bo'lgan. Albatta. Menda nimaga sportivniy bunaqangi, endi siz meni tanimaysiz, men akam tanimas ekanlar meni. Sportivniy xususiyatlarim bor. O'sha sport zalda men shug'ullanardim. Komsomolskiy parkda haligi 1-chi, 3-chi, 4-chi qavatlari bo'lardi. O'sha yerdan suvga sakrardik. 1-chi, 3-chi, 4-chi qavatlari bo'lardi. O'sha yerdan suvga sakrardik. Keyin qish kelganda Komsomolskiy suvni anaqa yangilaganda tagida baliqlar chiqib kelardi. Baliqlarni olardik. Короче, shunaqa nostalgiya. Beshyog'ochda cho'milardik. Mazza qilib bepul bo'lardi. Keyinchalik pulga ham qilib qo'yishdi. Hozir mana o'zgariblar ketdi. Endi zamon o'zgaryapti, hayot o'zgaryapti. Shunaqa. Bizning yoshligimiz anaqada o'tgan. Yunusobod, Islovodskiy turardik. Yonimizda Park Pobeda degan Park Pobeda hozir anaqada Disneyland bo'lgan. Xuddi shu narsa bizda ham bo'lardi. Suv sakraydigan anaqalar bo'lardi. Cho'milish. Bo'z suvli bo'lardi. Mayli, hayot o'zgarib ketyapti. Hamma joy pulli bo'lib ketyapti. Aka, shaharda hozirgina kamerani gaplashdik. Radar yo'q ekan, sizda antiradariz yo'q ekan. Nimaga? Ha. Anaqada skalazni rejim buzmasdik. Ha, tez haydamaslik. Albatta, o'sha 60 mi? To'g'ri. -2-3 ming kilometr yuramiz. Shosh-paqa boramiz. Shoshilgan qiz erga yalchimas. Umuman shoshmasdan haydaydi. Tez haydamay. Lekin Neoline degan radar bor. Eshitganmisiz Neoline radarini? Siz va shu ko'p narsani eshitmaskansiz. Shunaqa. Men endi bir chiqaman. Mayli. Peshingacha yurib keyin. Menimcha bir 48-yilda tug'ilgan bo'lsangiz. Neoline radar detektorini qo'yib qo'ysanglar, sizlarni ogohlantirib turadi. Endi biz mana aeroportga ketyapmiz aka. Saudiyaga 2 kunga uchib ketyapmiz. Paxtakor jamoasini Al Hilalga qarshi o'yinida qo'llab-quvvatlaymiz. Iynasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatamiz va g'alaba bilan qaytaylik. Duoda bo'linglar. Biz aeroport yo'lidamiz. Good. Soch zo'r. Doston, kepkam olibdi. Oting nima? Oting nima? Name. Brian Adams. Goodlar. Mana ham brilliantmi bu? Brilliant. Brilliant. Yo'q, qo'yma. Kepkani ber. Yomon ekan, ikkala quloqda ham bor ekan. Qarasanglar, boladan erta o'yinlar, tushunarmi? Yosh avlod endi o'sib kelyaptilar. Ayniqsa sen uka. Kelajaging porloqsan hali aka. Lekin bu ukamga men televizor qardim. Kimda? Qaysi buni? Bu odammi? Bu odamni sochim mana shunaqa edi oldim, bilasizlarmi? Hala shunaqa. Hozir qanaqa qilib qoldingiz? Yana ozgina qoldi. 2 yil aka, 2 yil. Bizday bo'lasiz, bizday. O, legenda. Krasavchik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Samolyotida Paxtakor jamoasi Al Hilalga qarshi bo'ladigan uchrashuvga bismillah deb uchib ketyapmiz. Assalomu alaykum. Inshaalloh duoda bo'linglar. Xudo xolasa Paxtakor jamoasi bir marta o'sha Al Hilalni yutgan. Undan tashqari uyda ham yutdi yaqinda. Yana yutsin. Duoda gap katta azizlar. Duo qilib turinglar, chunki Paxtakor jamoasi O'zbekistonning sharafini himoya qilgani ketyapti. Yigitlar Zaryajinning o'zimizning Jaydar o'g'lonlar hozir mana samolyotda to'ppa-to'g'ri Ar-Riyod shahriga borib qo'nib va u yerdan sizlarga yana davom ettiramiz storieslarni, postlarni va to'g'ridan-to'g'ri futbol uchrashuvidan videolarni. Sizlarga yaxshi ko'raman. Olg'a O'zbekiston. Qolgani kopeyka. Butun jamoa chiqib ketyapti. Endi men uchun maxsus chiqish qilishgan. Rahmat akalar. Men uchun ochib beryapsizlar, gap yo'q. Fasad ishini ko'rsatamiz. Assalomu alaykum.
Просто masal VIP personaman, shuning uchun Apomiz aka rahmat. O'zim uchun отдельный yo'l ochilgan. Ichkarida o'zim uchun отдельный yana oshxona, mana yangi tapichkan berib qo'yishdi. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Salomatmisizlar? Maniki biznes klassida nima bu yoqqa qo'yishdi? Bismillah. Men o'z biznes klassida o'tiraman hozir, просто bu tomon отдельный fot qilishdi. Hazil. O'sha gap, duoda bo'ylar, duoda gap katta. Inshaalloh g'alaba va muzaffariyat biz tomonda bo'lsin. Olg'a O'zbekiston. Assalomu alaykum azizlar. Saudiya Arabistondan to'g'ridan-to'g'ri Abdurahmon Fazilov aloqaga chiqadi. Xudo xolasa mana Paxtakor jamoasining ashaddiy sardorlari bilan birgalikda juda ham ko'plab o'zbekistonlik vatandoshlarimiz, muxlislarimiz kelib, gazetaga joylashdik. Barchasi uchun tashkiliy qo'mitaga rahmat deb qolamiz. Xudo xolasa respekt, a'lo darajada iftorga tayyor. Endi ertaga inshaalloh yigitlarimiz tirs qilib g'alaba qozonib bersa, hali nechaga mayli rozimiz. Lekin inshaalloh keyingi etapga chiqsak bo'ldi. Duoda bo'ylar, duoda gap katta. Yuzlab muxlislarimiz shu mehmonxonada joylashgan. Hozirda hattoki Al Nasr uchrashuviga ham borib, Ronaldo bilan ko'rishib, O'zbekistonga salom aytkazamiz. Olg'a O'zbekiston, olg'a Paxtakor. Qolgani dirs kapeyka. Obodda lekin jigar mashinada tirs. Mana suvingizni oling, aka. Tirs. Gol Maxito. Abdurahmon, umringizda Chelsea gol urganmiz, Chelsea qilib. Chelsea va? Yo'q, kalla bilan urganman. Kalla bilan urgansiz. Faoliyatingiz davomida nechta gol urgansiz? 2 ta. Bitta o'zingizga, bitta yoqqa. Shu uchrashuv bir tugagan. Bular faqat hozir ovqat ayoli ovqat chek. O, issiq mana. Nozu ne'matlarga sekin baho berib qo'yamiz. Hoppa. Bugun bizda iftor tayyor. Assalomu alaykum aziz jigarlar. Biz Al Nasr stadioniga yetib keldik. Hozir inshaalloh yana bir necha daqiqadan keyin ichkariga kirib, jigarimiz Jaloliddin Masharipni qo'llab-quvvatlaymiz va Cristiano Ronaldoga to'p tekkanda demaymiz, mayli, u ham yaxshi bola. Jaydari mehnatkash bola, chunki Cristianoning ham o'zining muxlislari bor. Kim kuchli bo'lsa o'sha yutsin. Jaloliddin Masharip gol ursa bo'ldi. Olg'a O'zbekiston. Qo'llab turamiz, qo'llab. Xudo xolasa storiesdan uzoqlashmanglar. Bugun ilojini topsam, yo'lini qilsam, Cristiano Ronaldo bilan birgalikda saharlik qilamiz. Cristiano Ronaldo. Jaloliddin Masharipov afsuski asnovada yo'q, menimcha uning travmasi bor. Biz Al Nasr stadiondamiz. Stadionda bilet bir dona ham qolmagan, lekin mana bu yerda bitta bo'sh joylar bor. Ularning egalari hozir iftordan keyin kelsa kerak. Xudo xolasa chiroyli o'yin bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa videoni originalini kutinglar. Cristiano jonni bo'g'masak bo'lmaydi. Ronaldo! Qanisan? Ronaldo! Yashirmayman, o'zi meni biletim u yoqdan edi. O'zimizni chap o'ng yo'llarimiz bilan shu joyga kelib oldim, lekin ikkinchi taymda mo'tomonlarda bo'lib qolsam, hayron qolmanglar. Inshaalloh chiroyli o'yin bo'ladigan umiddaman va o'ylaymanki, Jaloliddin Masharipov albatta maydonga tushadi va eng az 3 qo'ldan ko'rsatib gol uradi. Mana birachga kelyapti. Birachga qalay ishlar? Eron futbolchisiga qizil kartochka bo'ldi. O'zi shundoq ham 2-0 yutqazayotdi Eron. Yangilar xursand. Hop. O'zi shunda ham 2-0 yutqazayotdi Eronliklar. Istiqlol
ana endi qizil karta olib, yana ham kamaydi. Endi o'yin yana ham boshqacha bo'ladi. Mayli, futbol bo'lsin. Lekin Saudiya o'zgarib ketdi. Hamma joyda yangilar, hamma joyda yangilar. Mana yangilar, sochlari vobshe ochiq. Короче, o'zgarib ketdi Saudiya. Afsus. Cristiano Ronaldo. Pas berdi. Gol! Endi Cristiano urmasa boshqasi urdi. Cristiano Ronaldo. Jaloliddin Masharipov afsuski asnoda yo'q, menimcha uning travmasi bor. Biz Al Nasr stadiondamiz. Stadionda bilet bir dona ham qolmagan, lekin mana bu yerda bitta bo'sh joylar bor. Ularning egalari hozir iftordan keyin kelsa kerak. Xudo xolasa chiroyli o'yin bo'ladigan umiddamiz. Xudo xolasa videoni originalini kutinglar. Cristiano jonni bo'g'masak bo'lmaydi. Ronaldo! Qanisan? Ronaldo! Yashirmayman, o'zi meni biletim u yoqdan edi. O'zimizni chap o'ng yo'llarimiz bilan shu joyga kelib oldim, lekin ikkinchi taymda bu tomonlarda bo'lib qolsam, hayron qolmanglar. Inshaalloh chiroyli o'yin bo'ladigan umiddaman va o'ylaymanki, Jaloliddin Masharipov albatta maydonga tushadi va enasini uch qo'ldan ko'rsatib gol uradi. Mana birachga kelyapti. Birachga qalay ishlar? Eron futbolchisiga qizil kartochka bo'ldi. O'zi shundoq ham 2-0 yutqazayotdi Eron. Yangilar xursand. Hop. O'zi shunday ham 2-0 yutqazayotdi Eronliklar. Istiqlol ana endi qizil karta olib, yana ham kamaydi. Endi o'yin yana ham boshqacha bo'ladi. Mayli, futbol bo'lsin. Lekin Saudiya o'zgarib ketdi. Hamma joyda yangilar. Mana yangilar, sochlari vobshe ochiq. Короче, o'zgarib ketdi Saudiya. Afsus. Cristiano Ronaldo. Pas berdi. Gol! Endi Cristiano urmasa boshqasi urdi. Yana qo'ymadi, bechora maxitomiz qolib ketdi. Shuni o'zim ichib olaman baribir. Ichasan kim ichadi? Men ichaman. Maych, ichor. Ich. Hozir ichish kerak. Hozir joyida, sig'idi. Bismillah.
Nima qilamiz endi? Stadionga yana kirgizmadi suvimizni. Gol Mojito iching, Dubayga uching. Mojito uchun dunyolik uchun. Gol kerak, gol kerak. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billah. Bismillah. Nima qilganman? Bo'lar ish bo'ldi. Bu Araplar, bular betarbiya Araplar, betarbiya, odobsizlar. Mana shunaqa qilib o'rab olishdi. Nechvo? Inshaalloh keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Abdurrahman. Thank you, brother. Thank you. Thank you, guys. Assalamu alaikum. Brother, thank you so much. Good job. Thank you. Bo'lar ish bo'ldi. Hayot davom etadi. Inna lillahi. Kim yutqazadi, do'zaxga tushgan yutqazadi. Qolgan hamma yutadi. Olg'a O'zbekiston, olg'a Paxtakor, olg'a Bunyodkor, olg'a Andijon, Qo'qon, Navbahor, hamma jamoalarimiz. Qolgani kopeyka. Alhamdulillah. Har safar mana shu samolyotda shu joylardan o'tayotgandim. Shuncha uchib vatanga qaytayotgandimda, illyuminatordan qaraganimda qanaqa xursand bo'laman. Hayot davom etadi. O'sha gap. Odam ato va momo havo uchun, butun odamzod uchun jazoga berilgan dunyo bu. Nimani tarashamiz? Odamlar samolyot qo'nmasdan qarsa chiqardi, oyog'i yeri tegmasdan qarsa chiqardi. Alhamdulillah. Biz O'zbekistonga qaytdik va endi Ramazon oyi polностью Toshkentda bo'laman. Storieslarni, postlarni, reelslarni, reklamalarni bosamiz inshaalloh. O'zbekistonga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat sizlarga. Oxirigacha borasizlarmi? Oxirigacha. Iltimos boringlar. Iltimos boringlar. Har safar mana shu joylarga kelgan to'xtab qolyapsizlarda. Mana qaranglar qanaqa ahvolda. Qaranglar. Mana shu chuqurlarda aytdim-da, men chuqurlarda. Mana bu shu chuqurlarda aytdim. Bu chuqurlarga agar mashina tushsa, g'ildiragi bilan inat devoradi mana. O bismillah. Mana shu chuqurlarda aytdim-da. O subhanalloh.
bitta yomoni bor lekin. Yo palasani bosasan, yo chuqurga bosasan. Alhamdulillah. Shu joylarda aytdim-da.